Аталар yig'iniga qatnashishni bilamsiz. Hozir odamning ko'nglini g'ash qiladigan mundaq bir ish chiqdi. Balasi boshlang'ich va o'rta maktabda o'qiydigan nurg'un ota-ona atalar yig'inidan baq qo'rqidi. Atalar yig'ini yaqinlashgan sari go'yo mashhar kuni kelib qolgandek takkiduga tushib ketadi. Bo'libmi o'rganishda ojizroq o'g'illarning ota-onalari atalar yig'ini uqtirishni olgan hamon xuddi jazo tastiga tushgandek titrab ketishidi. Qizim 4-yilda o'qiyotgan chog'da bir qatimliq atalar yig'iniga qatnashib qoldim. Sinif müdiri yaxshi o'qiyotgan bolalarni maqtab kelib, qizimni tilga oldi. Bu qiz sinf atlab kirgan, dedi u. Yeshi hammadan kichik. Ammo hozirgacha sinfimizda birinchilikni qo'ldan bermay kelyotidi. Lekin gohida dars vaqtida muallimlarning so'zini ko'ngil qo'yib anglamaydi. U gapining oxirida menga boshqa dars muallimlari bilan paranglashib beqishimni topildi. Yig'indan keyin ishxonaga kirib muallimlar bilan qizimning o'rganish ahvoli to'g'riliq paranglashdim. Bu qizning o'rganishi gap ketmaydi, dedi idealliq dars beradigan muallim. Ammo hamisha darsga butun zehnini bermaydi. Gohida hatto muallimning og'zini g'irishlabmi qo'ydi. Ishqilib bu qiz bekla kavur. Ongacha yonda o'tiradigan jamiyat dars muallimi gap qo'shdi. Meningcha bu qiz hakavurroq. Gohida muallimning so'zlariga faqatla qoyil bo'lmay ko'tilda bir nimalarni deydi. Muallim bayamqi gapingizni ko'pchilik oldida deb beqinga deb o'rnidan turg'izsa, muallimning so'zligini to'g'ri bo'lmadi deb turib oldi. Muallimning bu gaplarini anglab sal-pal o'dib qoldim. Muallimning dars vaqtida zehn qo'ymaydi degani meningcha cho'ng ish emas. Chunki qaysi darsni ko'ngil qo'yib anglamas bo'lmaydiganligini, qaysi darsni aralab tushunmas bo'lganligini, qaysi darsni anglabsin bilaveradiganligini qizimning ko'ngliga bashqoldek ayon. Hatto men bu qizimga ba'zi darslar ko'nglingizga yoqmagan chog'da roman o'qisangiz bo'ladi degan edim. Chunki meningcha undaq qilganda biri vaqtdan unumli foydalangan bo'ldi. Yana biri dars vaqtida boshqa bolalar bilan paranglashib qolishdan saqlangan bo'ldi. Muhimi muallimlarning bu qiz hakavurkan degan gapi meni ansirtib qo'ydi. Qizim yaslilik vaqtidan tortib aqlliq o'sgachga hammalarni voy deb e'tiborlab kelgan. Shunga bara-bara o'ziga tamanno qo'ydigan bo'lib qolsimi qolgandi. Ammo men qizimning boshdan oyoq bir qilibda kamtar o'sishini orzu qilatdim. Mana endi muallimlarning bahosi boshqacha bo'lib chiqdi. Bu albatta yaxshilikning bisharti emasda. Shunday qilib kechda qizim bilan mo'ngdashib baqdim. Atalar yig'iniga bordim. Muallimlarning hammasi o'rganishingizni maqtadi. Biroq sizni yakavurlik qilib muallimlarning og'zini g'irishlaydi deydi-ku. Bu nim gap balam? Qizim bu gapdan hayron qoldi. Yo'qay, men muallimning oldida otkochilik qilib boqmadim. Qaysi muallim shundoq deydi? Men qizimni muallimiga g'am saqlab qolmasin degan niyatda osh fikrni bergan muallimlarning ismini aytmadim. Ishqilib bir nechisi, dedim qizimga. Meningcha kimlar demasin muhim obdaroq o'ylanib beqing balam. O'zini qaltis chog'lab mag'rurlanib ketish yaxshi emas. Qizim bu gaplarni anglab dastlabda gangirab qoldi. Keyin tirik keltirdi. Nima? Men hech kimga g'arvorlik qilmagan bo'lsam, nima ekan u takabburlik degan? Bu qizimning qaysi ishlar takabburlik qilibdiman deb so'rag'an edi. Muallim tafsil aytmadi, dedim bolaga tushuntirib. Meningcha obda o'ylanib beqing balam. Muallimga gap yondirib salgan vaqtlaringiz bo'lganmi? Uningga nima degan? Muallimning oldida o'zingiznikini rost qilib deb turib olganmi? Qizimning ochiqdan qo'q sochlari tik turib ketdi. Yo'q, men azaldan o'zimnikini rost qilib turib olmagan, deb vaqirdi u. Bu bolaning qiliqidan sal xafa bo'ldim. Undaq bo'lsa muallimlar nimishqa undaq gapni qiladi? Dedim bolaga sal-pal tekizib. Sizda unda illat bo'lmasa nimishqa hapla-shapla chechilib ketisiz emsa? Qizim alam ichida xiyol surib o'tirib ketdi. Nimishqa hammasi shundoq deydigandu, dedi u hasrat bilan, ondan pang yig'layotdi. Shunda qilib odat yig'lamaydigan bola tuyuqsizla alam va hasrat ichiga g'arq bo'lib ketib. Qizimning hasrat yig'isidan uning ziyoda azoriyib qolganligini bayqadim. Demisimi, amdil 9 yoshga kirgan mushtimdek bolaning o'zining takabburlik qilgan qilmaganligi haqida cho'nglardek o'ylana olishi mumkinmi? U maktabdagi ba'zi ishlarda rostlanlik ketkazib qo'ygan bo'lsa, uni o'sha savollarni imkoniyatning boricha tunib yetib, xo'shallik bilan tuzatishga yetaklashim kerak edi. Ammo boyqa gaplarim bolani texim gangirtib qo'yibdi. Qizimni dars ko'tarib qo'chqimga oldim va "Meni kechiring qo'zam", dedim. Gapni chekdan oshirib yetib to'g'ri qilmabdiman. Muallimlarning hammasi unda degani yo'q. Faqatla ideallik dars beradigan muallim bilan jamiyat dars beradigan muallimni shundoq degan.
Boshqa muallimlarning hech qaysi unda gapni eg'izga olmadi. Qizim bu gaplarni anglagandan keyin ko'ngli joyiga tushib yig'idan to'xtadi. Ba'zi muallimlaringiz hatto "Menmu sizni takabbur deb to'g'ri qilmabdiq", dedim qizimga tushuntirib. Ammo yaxshiroq o'ylab beqing. Muallim bilan takalashib qolgan, muallimga hurmatsizlik qilgan yoki muallimni ko'rganda salom qilmagan yerlaringiz bormi? Qizim birdam o'ylanib olgandan keyin mundaq dedi. İdeallik darsda muallim televizor ko'rishning ahamiyati bormi deb so'ragan edi. Bolalarning hech qaysi qo'l ko'tarmadi. Shuning bilan muallim meni turg'izdi. Men ahamiyati yo'q deb javob bersam, bolalarning hammasi kulishib ketishdi. Ammo muallim televiziya ko'rib bilim olgan bo'ldi. Bu uning ahamiyati emasmi? Ahamiyati yo'q deganingiz nimasi? Deb ochiqlab ketdi. Men emisi cho'nglar bolalar televizor ko'rsa o'g'inishi tahliyetidu deb bolalarni televizor ko'rishdan to'sidigu dedim. Ammo muallim meni o'zingizni muallimdimi aqlli sanaydigan o'xshamamsiz deb tanqidlab ketdi. Qizim jamiyat dars beradigan muallimni zodi qaysi ishda xafa qilib qo'yganligini damalliq aslayamadi. U birdam o'ylanib olgandan keyin mundaq dedi. Bu muallim darsda janubliklar aqlliq, shimolliklar ham galvon, ham ko'zi kichik keladi deganda qomlashmagan gaplarni qildi. Hadisi bolalarni tillaydi. Uni hech qaysimiz yaxshi ko'rmaymiz. Shunga u muallimga salom qilgan ekanmaydi. Qizimning shaylarni gumoniy nazar bilan ko'zish ro'yi bo'lgan qoyilligimdan uningga nima deyishimni bilmay qoldim. Ammo qizimdagi bundaq ortiqchilikning ba'zi bir ta'u-nozik muallimlarning nazarida kamchilik sanalganligi aniq. Qizim kichikidan tortibla gap yurmaydi. Uning ustiga qizim qo'ramliq bolalar xayoliga nima kelsa, ner bersini o'ylab o'ltirmayla daverdi. Ammo qizimning bu jihatdagi o'zgachiligi ba'zi muallimlarga yoqmagan ekan, demak bunga diqqat qilmay bo'lmaydi. Balaga bu haqda qanday eg'izlashsam muvofiq bo'lganligini damalliq bilamadim. Shunga kechda dadasi ikkimiz obdan maslahatlashib, atsi gapni boshladik. Balam, ideallik darsda muallimga bergan javobingiz xato emas. Chunki ko'ngildagini ochiq aytish bolalar uchun ortiqchilik. Ammo boshlang'ich maktab muallimlarining ko'pinchisi o'quvchilar bilan munoziralashga odatlangan. Shunga bundan keyin sinfda diqqat qiling. Fikir bergingiz kelsa, eng yaxshisi dars oxirida muallimning o'ziga ayrimdang. Agar muallim fikringizni anglab beqishni xohlamasa, bizga dang. Biz sizning o'zgacha fikrlaringizni anglashni bekmi xohlaymiz. Yana masalan, muallim so'ragan televizor ko'rishning ahamiyati bormi degan savolning o'zi munoziralashga arzimaydigan tema. Ammo sizning bergan javobingizmi ancha joyida bo'lmabdi. Mijoziy xilma-xil muallimlarga qanday yuzlanish masalasi ustida to'xtalganda bolaga mundaq dedik. Saholarning hammasida har xil kishilar bo'ldi. Misolan, ba'zi muallimlarning saposi yuqori, ba'zilarning tuvan keldi. Bu normal ish. Shunga uchurganligi muallimning hammasini %100 rozi qilaman deb ketgan bo'lmaydi. Ammo muallimlarning hammasi hurmatga loyiq. Muallim faqat askish qilmaganli bo'lsa, uning ko'zimizga sig'maydigan ushshaq-tushshaq ayblarini tilga olib yurmay, dunyodagi har qanday odamni hurmatlaganga o'xshash hurmatlashimiz lozim. Saposizlikning o'zi bir baxtsizlik. Chunki undaq kishilar kichik chog'larida obdan tarbiyalanish fursatiga erishamagan. Navoda yaxshiroq tarbiya ko'ralgan bo'lsa, hozirgidek bo'lib qolmagan bo'ladi. Navoda ularni hurmat qilmasak, ular texmi azoblandi. Saposini o'stiralishimi tasga tushdi. Qizim yuqorgi gaplarni anglagandan keyin xalal yengillab qolgandek ko'rindi. Er-xotin ikkimiz o'ylab qoldik. Muallimlar bilan ko'proq asralashib, bolaning maktabdagi ahvolini pat-pat egallab turishmi bekmi zarur ekan. Ammo ishning neri bersini bolamizdan so'rmayla, qora quyuq o'git nasihat qilsak yoki hapla-shabla tanbeh bergil tursak hargiz bo'lmaydi ekan. Eng yaxshisi muallimning fikrini, bolaning his tuyg'usini to'liq nazarga olish lozim ekan. Misolan, bu qatam ota-onalar yig'inidan qaytib kelibla bolani yangi taklif bilan muallimni nimish hurmat qilmaysiz deb tanqidlagan bo'lsam, oradagi ziddiyatni o'tkirlashtirib o'tib, bola bilan muallim o'rtasidagi munosabatni texmo yiraklashtirib yetarkanman. Uning ustiga undaq muomalaga uchirgan bola o'zining uvalchilik qilganligidan dastlabda terkib ochiqlanib boqadi. Keyin bora-bora o'ziga ishonmaydigan, xo'shamatchi, qo'l mijoz bo'lib qoldi. Shunga bolaga muallim bilan ap o'tish, o'zini jonliq tangshash, navbatdagi muhitga moslashish, ammo o'ziga bo'lgan ishonchini saqlab, fikr mustaqilligidan ayrilib qolmaslikni o'rgatishimiz lozim ekan. Qizim to'liq o'tir maktabning birinchi mavsumini tugatganda maktab bo'yicha ota-onalar yig'in chaqirib, bolalarning shu mavsumlik imtihon natijasini e'lon qildi. Qizimning umum natijasi yomon emas bo'lgani bilan matematik natijasi tuvarak chiqib qolgan edi.
Qizim boshlang'ich maktabdan tortibla toki to'liqsiz o'rta maktab bitguncha matematikada degandek uzib chiqolmadi. Uning ustiga qizim to'liq o'rta maktabga kirgan sinipi tabiiy fan tajriba sinf bo'lg'achqa boshqa saboqdoshlarining matematik natijasi qizimnikidan umumyuzlik yuqori edi. Bir yaxshi yeri qizimning sinf mudiri ularga matematik dars beradi. Yig'indan keyin sinf mudiri bilan paranglashib ko'rib edim, u bola matematikada ojizroq, shunga bu jihatda tirishib asosan puxtilsin degan gapni qildi. Uyga kelgach o'ylanib, oxiri qizimni darsdan sirtqi matematik kursiga qatnashtirish niyatidan yenib qoldim. Chunki birinchidan to'liq o'rta maktabning darslari bak zich. Shunga hafta oxiridimi ularga davog'idek fursat bermasak, bolaning o'rganish jihatidagi umumiy o'rlashtirilishiga ta'sir yetib qoldi-da, buning bilan matematika kuchayman deb boshqa darslarda asqaydigan gap. Ikkinchidan bolaning matematika degandek ilgilənməyotqanligini meningcha dars soatining oz ko'plik emas, balki qizimning matematikaga degandek qiziqmayotganligi va bu jihatdagi ishonchisining ojizligini keltirib chiqargan. Rostdan desam, qizim boshlang'ich va to'liqsiz o'rta maktabdagi ikki muallimi sababli matematikaga qiziqmas bo'lib qolgan edi. Shunga mabodo bolani matematikaga qiziqtirib, uning bu jihatdagi ishonchisini oshira olsaqla, uning matematikada ilgari olishda gap yo'q. Uning ustiga sinf mudiri matematik darsini bak yaxshi so'zlash bilan birga sinfdagi xizmatni chin dildan berib ishlaydigan bo'lg'achqa, bolalar uni nihoyat hurmatlaydi ekan. Uyga kelib, ota-onalar yig'inida deyilgan gaplarni qizimga degach, natija tizimligini uningga berdim. Natija tizimligi nihoyat injiq ishlangan bo'lib, uningda bolalarning shu qatimliq imtihonda har qaysi fanlar bo'yicha olgan natijasi, yillikning har qaysi fanlardagi o'rtacha natijasi, sinfning har qaysi fanlardagi o'rtacha natijasi va bolaning sinflik natija tartibi qatorliq turlar tafsiliy jadvallashtirilgan ekan. Qizim o'qiydigan sinf shu maktabdagi tunji tajriba sinf bo'lg'achqa, bolalarning har qaysi fanlardagi natijasi yillikning o'rtacha natijasidan yuqori edi. Qizimning har qaysi fanlardagi natijasi sinfning o'rtacha natijasidan yuqori bo'pti. Faqat matematik natijasida sinfning o'rtacha natijasidan tuvan chiqib qoldi. Qizim natija tizimligini ko'rib boshqa gap qilmadi. Desam u o'zining matematik natijasidan rozi emas edi. Ammo qizim matematikada izchil ojiz tursa, buningga nima amal? Muallimning matematik darsiga kuchsin degan gapini qizimga hozircha demay turish niyatiga keldim. Chunki muallimning degani bolaning ko'ngligimi bash qo'ldek ayon edi. Bolaning matematikaga ojizligini yana yuziga solsam, bolaning bu darsni o'rganishga bo'lgan ishonchi texmi ojizlaydi. Bu bolaning ilgirlashiga foydasiz. Ota-onalar bolani ko'rsatib bergan har qanday qiyinchilikni yengib ketaoladigan qahramon deb qolmasligi lozim. Aksicha ma'lum bir yetersizlikni qayta tilga ilaverganda, bola bu jihatda rostla ojiz yorilib qolgan o'xshayman, bo'lishim shu o'xshaydi degan o'y bilan bal qo'yadi. Shunga qizimning bu jihatdagi ishonchisini urg'utib, uni matematikaga qiziqtirish natijasida gapni agitib dedim. Muallimingiz qizingizning bir necha qatimliq matematik natijasi tuvarlik bo'lib qolgani bilan bu jihatda ravroz qobiliyati bor deydi. Qizim bu gapdan sal pal hayron qoldi bo'g'ay, mendan darhol so'radi. "Uyay, rostmi? Matematik imtihonni faqat yaxshi beramagan bo'lsam, yana meni qobiliyati bor dedimi?" Albatta, matematik muallimingiz darsni pek yaxshi yutadi ekan. Nurg'un sinfda qo'ldan chiqargan tajribali muallim ekan. Shunga matematikada qobiliyati bor bolalarni bir qarabla bilalaydi-da. Bu gapni anglagan qizimning ko'ngli pallada yurgandek bo'ldi. Chunki qizim muallimning hayron qarorliq shu gapidan o'zining matematikadami belgili qobiliyati bor ekanligini tunib yetgan edi. "Muallimingiz durust deydi, bolam", dedim gapimni davom qilib. "Matematik natijasida boshqa bolalar bilan bahslashishga aldirab ketmang. Muallimning yetaklashiga tamkinlik bilan ergashing. Aldı bilan qiyin masalalarni yechishga eslab olmay, asos bilimlarni ujur-bujig'icha puxta o'rganing. Chunki biror masalaning tegtakini aniq oydinlashtirib olganlar ondan uni to'liq hal qilg'il bo'ldi." Bu gaplar amaliyotda muallimning barliq ota-onalarga bergan o'rtaq taklifi edi. Meningcha u bolalarning hammasiga bop keldi. Shunday qilib, yuqorqidek vosita bilan qizimning ishonchisini urg'utib, uningdan kutadigan samimiy umidimni ifodaladim. Bu qizim uchun g'oyat zo'r bir rag'bat albatta. Ammo bolaning konkret o'rganishiga bir yetakchilik qilishning qo'limdan kelmaydiganligini bilaman. Holbuki bejirim ruhiy holat o'rganishda olg'a besishning muhim sharti. Demak, qizim ashu ruhiy holatni shakllantirdi. Shunga uning o'ziga bop keladigan usul choralar bilan qobiliyatini to'liq ishga sola oladiganligida gap yo'q.
Ba'zi ota-onalar o'zining bolasi o'qiyotgan fanlarga tish batmaydiganligini bilib turuqliq bolaning o'rganishiga kelmas yo'l ko'rsatdi. Qarasiga qo'mondonlik qildi. Misolan, ba'zilar bolasi ishtiyoq bilan ko'rayotgan roman tortib olib, bolani tanlangan insholarni o'qishga zo'rlaydi. Ba'zilar e'lon yoki boshqalarning gapiga ishonib, bolasiga darsdan sirtqi ko'nikmalarni döv-döv bilan akilib berib, har kuni shuni ishlatadi. Yana ba'zilar bolaga inglizcha ham so'zlardan kuniga 10 ni, oyda 300 ni, yilda 3000 ni yodga olish nishonini belgilab beradi. Bu yerda yana shuni ta'kidlamoqchiman. Ota-ona bo'lganligimiz uchunla bola oldida o'zimiznikini rostlab turib olmaylik. Bolaning o'rganishiga yetakchilik qilish qo'limizdan kelmasa, uningga qarg'ulacha qo'mondonlik qilmaylik. Ota-onaning vazifasi bolaning o'rganish qizg'inligini saqlab, ishonch turg'izuvchiga hamdamda bo'lish. Balangizda o'rganish qizg'inligi urg'utilib, o'ziga bo'lgan ishonch turg'izilgan ekan, demak, uning yaxshi o'rgana olmay qolishidan, o'ziga bop keladigan o'rganish usulini topolmay qolishidan hargiz ansirmang. Shu qatimki ota-onalar yig'indan keyin qizining matematik natijasi tadrijiy yaxshilanib bordi. Arada imtihonni ketkizib qo'yib, ruhiy tushib ketgan chog'larimi bo'ldi. Ammo biz bolani matematikada qobiliyatingiz bor bolam. Imtihon deganda tasodifiy ahvollar bo'lib turadi. Masalani bayqashning o'zi bir utuq. Shunga ko'nglingizni to'q tutib, puxta o'rgansangiz bo'ldi deb rag'batlantirib turdik. Matematika muallimi ilhom berdi. Natijada qizim matematik darsida ko'rinarli ilgirlab, ilgirki o'rta hal saviyadan sinfda oldin qatorga o'tdi. Qisqasi, bolalarga nisbatan aytganda o'ziga ishonish va bajarim ruhiy holat eng yaxshi takrorlash sinf ekan. Ota-onalar bilan muallimlarning fikr muloqotlari bolani tushunishning obdan amali hisoblandi. Muallimlar odatda bolaning maktabdagi ahvolini ota-onalarga aynan inkos qildi. Ammo ota-onalar muallimning deganlarini bolaga qanday yetkazish ustida o'ylanishi, muallimning gaplarini bolaga yeplidan yanglisigacha deb yurmasligi lozim. Ya'ni muallimning gapini bolaga yetkazishda qo'llanmoqchi bo'lgan usul va shu jihatdagi gap so'zlarning vaznini bolaga foydaliqmi yoki ziyonliqmi? Bolani ilhomlantira olamdi yoki besimga uchirib qo'yamdi? Bularni to'liq nazarga olish lozim. Hozir odamning ko'nglini g'ash qiladigan mundaq bir ish chiqdi. Bolasi boshlang'ich va o'rta maktabda o'qiydigan nurg'un kishi ota-onalar yig'inidan bahli qo'rqidi. Ota-onalar yig'ini yaqinlashgan sari go'yo mahshar kuni kelib qolgandek dakki-dukkiga tushib qoladi. Bo'libmi o'rganishda ojizroq o'g'illarning ota-onalar yig'ini uqtirishni olgan hamon xuddi jazo tasdiq tushgandek titrab ketadi. Ota-onalar yig'ini ularning nazarida natija tartibini jakalash yig'ini va muallimlarning hol aytish yig'ini bo'lganligi uchun ota-onalar yig'inining o'ydagi xulosasi bolani tanbihlash, hatto do'mbalash bilan oxirlashadi. Ota-onalar yig'inidan keyin bolasini uradigan ota-onalarni ish uqmaydigan zo'migarlar deyishga bo'ldi. Undaq kishilar odatda muallimlar bilan sirlashib boqmaydi. Shunga bolasining maktabdagi ahvolidan faqatla ota-onalar yig'ini ochilgan yoki maktab alohida chaqirgan ahvolda ondan xabar topadi. Bolangiz imtihonsizlik qildi, o'rganish natijasi tushib ketdi degandek inkoslarni anglagan hamon g'azabdan yerilib ketgandek bo'ladi. Boladagi aşı məsələlərini qandaq hal qilish kerak, bola tarbiyasida kötküzüb qo'ygan yerlarim bormi yo'q, bolaga qanda unumlik yordam bergil bo'ldi degan nuqtalar ustida o'ylanish uyoq tursidan bolasidan hapla hisob olmoqchi bo'ldi. Undaq ota-onalar bolaga odatda qo'pol muomala qiladiganligi uchun ota-onalar yig'inidan keyin ko'pincha bolaga azor beradi. Shunga undaq kishilarni bolaga tarbiya berdi degandan ko'ra, bolasini azoblab, ochiqini chiqirdi degan tuzuk. Ammo bu hol bolani texim kardan chiqarib o'tadi. Bolalar sezgur, ammo nozik keldi. Shunga navoda muallimlar bilan ota-onalarning fikr muloqotlari bolalarning nazarida bolani nomus qo'ydigan va dishvochilik uchiradigan yomon ishga aylanib qolgan bo'lsa, undaqda bola muallimlar bilan maktabdan nafratlanadigan bo'lib qoladi. Bolaning o'rganish, o'ziga ishonish, axloqiy fazilat jihatdagi intilishchanligi va hukmlash iqtidori zarbaga uchraydi. Bundaq yoshlar ko'pincha hollarda bolaning o'rganishi va natijasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shunga ota-onalar muallimlardan bolaning chekinib qolganligini, intizomsizlik qilganligini, bolalar bilan urushganligi, hatto darsni qoldirganligini anglagan taqdirdami bolaga aldirab til va qo'l tekkizmaslik lozim. Buningda avval muallim bilan tafsiliy sirdishish orqali masalaning tugunini tep chiqish kerak. Boladagi neri-beri masalalar o'ziga paydo bo'lib qolgan emas.
ya'ni uzun muddat hal qilinmagan kashallalar yoki ba'zi bir tashqi sabablar vaqtning o'tishiga ergishib bora-bora og'ir masalaga aylandi. Misolan, bola tuyuqsizlik maktabdan zerikib qolsa, buning sababini bola sinfdagi biror saboqdashi bilan azorlashib qoldimi yo'q, biror muallimdan ahonat eshitib qoldimi yo'q, yoki birorsining tahdidga uchrayotimi yo'q degan nuqsonlardan izlab beqish kerak. Balaning natijasi izchil tushib ketsa, buningda balaning o'rganishga yetakchilik qilishda qo'llangan usulimizning joyida bo'lmaganligini obdan tahlil qilib, balaning yaqindan bu yoqqa kayfiyati, nimaga qiziqadiganligi, kimlar bilan aralashayotganligi, shundoqla birovlarning zarbasi yoki eziqtirishiga uchrab qolmaganligini inchiki kuzatishimiz kerak. Muhimi, bola bilan obdan sirlashib ko'rish kerak. Oldi bilan balaga ishonaylik. Shundala bala yuragidagini aytadi. Balaga bergan ilhom va yordamimizning unumi bo'ladi. Savallik o'tkazgan balani urib tillamoq bakmi oson. Shunga nurg'unlarimiz buningga ko'nik. Ammo bu usul hech qanday masalani hal qila olmaydi. Hal qila qolmay, hatto masalani hal qilib bo'lmaydigan darajada og'irlashtirib o'tadi. Balaning savalliklarini anglagandan keyin so'g'aqqanlik bilan atrofga o'ylashish, bola bilan chin yurakdan sirdashib, balani haqiqiy tushunib chiqish. Shundaqla balaning osh savalliklarini tugatishiga obdan rag'batlantirish vositasi bilan yordam berish oson ish emas. Buning uchun ota-onalar zehniy va aql idrokini sarf etish lozim. Balaning obdan o'sib yetilishi uchun sakbor bo'layotgan ota-onalar bunchalik badalni to'lashga chidamasa qandoq bo'lar? Chunki bola tarbiyasidagi qarg'a kelarlik usullar dal shundoq ushshoq xalqlarga mujassamlashtirilgan. Qisqasi, hozirdan boshlab balangiz uchun aql idrokingizni, fikr xiyolingizni va pamparasatlaringizni oz-to'la atab qo'ysangiz, balangiz sizga nusratlari bilan haslab javob qaytaradi.